Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 25 may 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 41 so'm 58 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 11.979 so'm 64 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.197.964 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.3% ga tushdi. Rossiya rubli 2 so'm 1 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 167.520 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 4.5% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 60 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 71 Rossiya rubli 51 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7151 Rossiya rubli 17 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 4.6% ga tushdi.